Rosti bu biroz g'alati, chunki bu sahnani 15 yil davomida birgalikda bo'lishib keldik. Bunaqasi kelajakda sodir bo'larmikin, buni bilmayman. Yana ikkita futbolchi chiqib bu darajani uzoq muddat saqlab tura olarmikin? Tushunganingizdek bu oson emas. Albatta, bizning munosabatimiz ham yaxshi. Hozircha birga tushlik qilganimiz yo'q. Hozircha. Ammo kelajakda umid qilamanki, bu albatta sodir bo'ladi. Men ham Ispaniyada o'ynashni sog'inaman.